Hayotingizda qanchalik ko'p ochiq-oshkor qilsangiz, shunchalik ko'p odamlar sizning eng nozik joyingizga zarba berish, rivojlanishingizni sekinlashtirish va sizni tubsizlikka tortish yo'lini topadilar. Bu tabiiy ijtimoiy hodisa. Qanchalik ko'p ajralib tursangiz, shunchalik ko'p qarshilikka duch kelasiz. Biroq g'oyib bo'lib soyada ishlash, sukunatga chekinish va o'zingizning yangi versiyangizni yaratishga e'tibor qaratishda g'oyat kuchli va o'zgartiruvchi qandaydir narsa bor. Bu shunchaki qadam emas, balki chuqur ichki o'zgarish jarayonidir. Bu sir sanoatga to'la sayohatdir. Ilhom siz qayta paydo bo'lganingizda o'zgarishingiz dunyoni larzaga keltirishni anglagan paytda keladi. Ammo eng ajoyib tomoni shundaki, bu vaqtga kelib atrofdagilarning fikri sizni qiziqtirmay qo'yadi. Soyada siz muhim haqiqatni anglab yetasiz. Ahamiyatga ega bo'lgan yagona fikr bu o'zingizning fikringizdir. Aynan u sizning yo'l ko'rsatuvchingiz va kelajak yo'lingiz uchun asos bo'ladi. Biroq bu jarayon samarali ishlashi uchun 3 asosiy qadamni aniq bilish zarur. Qanday qilib to'g'ri vaqtda yo'qola olish, soyada nima qilish va yangi obrazingiz o'z-o'zidan so'zlashini ta'minlab qaytish. Har qanday bosqichdagi xatolar sizga qimmatga tushishi, butun erishgan yutuqlaringiz esa yo'qqa chiqishi mumkin. Biz bu yo'lni murosasiz, qadam-ba-qadam ko'rib chiqamiz. Toki siz ushbu kuchli o'zgarish jarayonini to'liq o'zlashtirib olishingiz mumkin bo'lsin. Tayyormisiz? Unday bo'lsa boshlaymiz. Qanday qilib ko'zdan g'oyib bo'lish mumkin? Birinchidan, og'zingizni yoping. So'zlaringiz sizni eng zaif tomoningizga aylantirib, yashirmoqchi bo'lgan narsalaringizni fosh qilishi mumkin. Chinakamiga ko'zdan g'oyib bo'lish uchun aytayotgan har bir so'zingizni nazorat qilishni o'rganishingiz kerak. Hayotingiz haqida hammaga gapirib yurishni to'xtating. Bu hamkasblar, do'stlar va hatto qarindosh urug'larga ham taalluqli. Yagona istisno turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin, lekin faqat u ham sizning maqsadlaringizni chin dildan qo'llab-quvvatlasa va muvaffaqiyatga erishishingizni xohlasagina. So'zlarni nazorat qilish vaqt va intizom talab qiladigan san'atdir. Odamlar ma'lumot almashishga moyil, chunki bu yashab qolish instinktining bir qismidir. Ammo siz haqiqatan ham ko'zdan g'oyib bo'lishni istasangiz, bu shablonni buzishingiz kerak. Fikrlaringiz og'zingizga yetib kelishidan oldin ularni tutib qolishni o'rganing. Siz o'z harakatlaringiz yoki rejalaringizni hammaga tushuntirishga majbur emassiz. Atrofdagilar qanchalik kam bilsa, sizda harakat qilish uchun shunchalik ko'p erkinlik bo'ladi. Hech kim yecha olmaydigan jumboq sirga aylaning. Bu sizni nafaqat himoya qiladi, balki aql bovar qilmas kuch ham beradi. Sun Tzu aytganidek, barcha urushlar hiyla-nayrangga asoslanadi. Sizning sukunatingiz, sizning qurolingiz. Qancha kam hikoya qilsangiz, vaziyatni shunchalik ko'p nazorat qilasiz. Sizning g'oyib bo'lishingiz yangi, yanada kuchliroq versiyangizning boshlanishi bo'lsin. Ikkinchidan, o'zingiz nima deb o'ylasangiz, shuni o'ylab qayg'uring. G'oyib bo'lish va e'tibordan chetda qolish uchun siz o'z tafakkuringizni butunlay qayta dasturlashingiz kerak. Boshqalar siz haqingizda nima deb o'ylayotganini unutish. Haqiqat shundaki, odamlar kamdan kam hollarda siz haqingizda o'zingiz tasavvur qilganingizdek o'ylaydilar. Ammo ularning fikri muhimligiga bo'lgan ishonchingiz harakatlaringizni barbod qilishi va sizni taraqqiyotdan to'xtatib qo'yishi mumkin. O'zingizning tashqaridan tasdiq talab qiladigan qismini jim bo'lishga majbur qilish vaqti keldi. Tasavvuringizda o'zingizning mukammal versiyangizni yarating. Siz bo'lmoqchi bo'lgan odamni tasavvur qiling va u siz haqingizda qanday fikrda ekaniga e'tibor qarating. Bu versiya siz bilan faxrlanarmidi? Qaroringizni hurmat qilarmidi? Harakatlaringizdan hayratlanarmidi? Bu mashq shunchaki fikr yuritish tajribasi emas, balki ongingizni tubdan qayta qurish jarayonidir. Boshqalarning kutganlariga emas, balki o'z fikringizga tayanishni boshlaganingizda ichki erkinlikka erishasiz. Begona ovozlar sizni boshqarishni to'xtatadi va siz o'z hayotingiz ustidan to'liq nazoratni qo'lga olasiz. Mark Aureliy aytganidek, o'zingga o'zing hakam bo'l. Uchinchidan, rejalaringizni sir saqlang. Yo'lingizni boshlagan paytingizda ulkan rejalaringiz qalbingizda olov kabi yonib turadi va ularni boshqalar bilan baham ko'rish istagi sizni tinch qo'ymaydi. Biroq aynan shu yerda tuzoq yashiringan. Bu istakka qarshi turing. Rejalaringizga shunday munosabatda bo'lingki, go'yo ularning oshkor etilishi kuch-qudratni yo'qotadi. Tasavvur qiling, siz aytgan har bir tafsilot muvaffaqiyatingizning 5% ni olib ketadi. Oqibatda haddan ziyod ko'p ma'lumot berib qo'ysangiz, hech narsasiz qolishingiz mumkin. Maqsadlaringizni himoya qiling. Ular faqat o'zingizga ma'lum bo'lgan maxfiy strategiyangiz bo'lsin. Agar sizga chindan ham maslahat yoki tajriba kerak bo'lsa,
Xirurgik aniqligida ish yuriting. Sizga zarur ma'lumotni bera oladigan shaxsni aniqlang. Faqat asosiy nuqtalarni ochib bering. Ortiqchasini emas. Kerakli ma'lumotni olgach, darhol soyaga chekinib, o'z rejangiz ustida ishlashni davom ettiring. Sun Tzu aytganidek, rejalaringiz tun kabi qorong'u va sir tutilgan bo'lsin. Harakatga kelganingizda esa bu chaqmoq zarbidek bo'lsin. Maqsadlaringizni qo'rqqaningiz uchun emas, balki himoya qilish uchun yashiring. Har bir oshkor qilinmagan tafsilot bu amalga oshirish uchun sizda qoladigan qo'shimcha kuchdir. Sukut saqlab ishlang. Yutuqlaringiz esa siz uchun so'zlasin. 4-dan, progressni yashiring. Agar maqsadingizga e'tibor qaratsangiz va chalg'imasangiz, rivojlanish muqarrar. Biroq muvaffaqiyatning kaliti buni hech kimga sezdirmaslik. Yaxshilangan tanangizni, ilk ishlab topgan pulingizni yoki yaqinda o'zlashtirgan ko'nikmalaringizni ko'rsatish istagi kuchli bo'lishi mumkin, ammo buning o'rniga kuchingizni yanada o'zgarishga yo'naltiring. Rivojlanishingiz faqat o'zingiz biladigan sirga aylansa yaxshi bo'ladi. G'oyib bo'lish faqat ishni oxiriga yetkazganingizda o'zini oqlaydi. Yarim muvaffaqiyat bu muvaffaqiyat emas, balki orqaga tashlangan qadamdir. Yo'lning o'rtasida eski odatlarga qaytish, barcha sa'y-harakatlaringizni bekor qilishi va sizni orqaga, ayni boshlang'ich nuqtaga uloqtirishi mumkin. O'z yutuqlarini baham ko'rish istagi tabiiy, ammo aynan shu yerda iroda kuchi birinchi o'ringa chiqadi. Yutuqlaringizni sir saqlang va ulardan yanada o'sish uchun yoqilg'i sifatida foydalaning. Odamlar sizning taraqqiyotingiz haqida qanchalik kam bilsalar, uni shunchalik kam qadrlashlari mumkin. Epiktet aytganidek, qo'lingdan kelganini aytma, qo'lingdan kelganini ko'rsat. Hayotingizni hamma ko'rishi uchun ochib, siz salbiylik, tanqid va hasadga duch kelishingiz mumkin. Bu tabiiy hodisa. Qanchalik ko'p ko'rsatsangiz, shunchalik ko'p odamlar sizning ishonchingizni yo'qqa chiqarish yo'llarini topishadi. Muvaffaqiyat siri soyada, begona ko'zlardan yashiringan bu sukunatda haqiqiy sehr sodir bo'ladi. Siz yana paydo bo'lishga qaror qilganingizda, sizning progressingiz hammani hayratda qoldiradi. Ammo eng qizig'i shundaki, bu vaqti kelib sizga baribir bo'ladi. Siz o'zgarmas haqiqatni tushunasiz. Yagona ahamiyatga ega bo'lgan fikr bu sizning fikringizdir. Sizning kuchingiz sizning siringizda. Jim ishlayvering. Progress esa siz uchun gapirsin. 5-dan, ko'z yoshlaringizni, qoningizni va omadsizliklaringizni yashiring. Arvoh rejimiga yoki manah rejimiga o'tish bu aql bovar qilmaydigan matonat talab qiladigan yo'l. Soyada ishlash bu shunchaki qiyinchilik emas, bu jismoniy, aqliy va hissiy jihatdan og'ir sayohatdir. Bu yo'lda siz baqirib chaqirish, yig'lash va boshqalardan tasalli izlashga majbur qiladigan lahzalarga duch kelasiz. Ammo bir achchiq haqiqat bor. Siz bu tuyg'uga qarshi turishni o'rganishingiz kerak. Siz suv tubiga yetganingizda og'riqni o'sishning muqarrar yo'ldoshi sifatida qabul qiling. U sizning yoqilg'ingiz, motivatsiyangiz bo'lsin. Ovozingiz boricha qichqiring. Yolg'iz yig'lang, lekin jarohatlaringizni o'zingiz dazmollang. O'z zaif tomonlaringizni boshqalar bilan baham ko'rmang. Chunki bu sizni tanqid qilishingizga yo'l ochadi va ishonchingizga putur yetkazadi. Sizning og'rig'ingiz bu sizni kuchliroq bo'lishga o'rgatadigan shaxsiy darsingizdir. Og'riqning har bir lahzasi sizning transformatsiyangiz poydevoridir. Aynan eng qorong'u daqiqalarda bundan yomon narsa yo'qdek tuyulganda yangi kuchliroq odam tug'iladi. Nitshe aytganidek, bizni o'ldirmaydigan narsa bizni kuchliroq qiladi. Sizni dardingiz dushman emas, u sizning yangi kuchli versiyangizni shakllantiruvchi vositadir. Qo'rqish o'rniga noqulaylikni qabul qiling. U bilan eski do'stdek salomlashishni o'rganing. Bu shunchaki sinov emas, bu transformatsiya. Bunday paytlarda siz haqiqiy agressiv rejimni faollashtirasiz. Siz hech narsa to'xtata olmaydigan holat. Sizning dardingiz, sizning kuchingiz, soyadagi yo'lingiz esa albatta sizning buyuk g'alabangiz bo'lsin. Qanday o'zgarish mumkin? Maqsadlaringizni belgilang. Aniq nimaga erishmoqchi ekanligingizni, kim bo'lishni istayotganingizni tushunmasdan turib o'zgarish mumkin emas. Ehtimol siz kuch va chidamlilikka etalon bo'ladigan tana shakllantirishni orzu qilgansiz. Yoki balki sizga nafaqat pul, balki erkinlik ham keltiradigan biznes boshlamoqchidirsiz. Maqsadingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, muvaffaqiyatning kaliti aniqlikdir. Maqsadingizni batafsil va aniq yozing. Muvaffaqiyatli bo'lishni xohlayman kabi noaniq iboralardan qoching. Ularni aniq ta'riflar bilan almashtiring.
yillik daromadni ma'lum bir summaga oshirish yoki belgilangan muddat ichida vaznni ma'lum miqdorda kamaytirish. Aniq maqsad yo'nalishni belgilashdan tashqari unga erishish yo'lidagi chalkashlik va umidsizliklardan qochishga yordam beradi. Bu maqsadni har kuni ko'radigan, ammo boshqalarga ko'rinmaydigan joyga joylashtiring. U sizni muvaffaqiyatga yetaklaydigan shaxsiy yo'l ko'rsatkichingiga aylansin. Maqsadingizni qanchalik aniq tasavvur qilsangiz, uni amalga oshirish uchun kuch va manbalarni jamlash shunchalik oson bo'ladi. Yodda tuting, o'zgarish ko'rish bilan boshlanadi. Aniq maqsad shunchaki reja emas, balki o'zingizga bergan va'dangizdir. Orzularingiz yo'lida ishlashga va o'zgarishga tayyorligingizni bildiradi. Hayotingizni unga erishishga bag'ishlang. Uyg'oq bo'lgan har bir daqiqangiz maqsadlaringizga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bu shunchaki intilish emas, balki haqiqiy ishtiyoq bo'lishi kerak. Orzularingizga hayotdagi yagona imkoniyatdek yondashing. Agar maqsadingiz jismoniy tayyorgarlik bo'lsa, yaqin atrofdagi sport zalini toping va uni ikkinchi uyingizga aylantiring. Yangi ko'nikma egallamoqchimisiz? Sizga zarur bilimlarni beradigan kurslarga yoziling va ta'limni ustuvor vazifangizga aylantiring. Har kuningiz shunday tashkil etilishi kerakki, o'zgarishingiz muqarrar bo'lsin. Bu shunchaki reja emas, bu yangi voqelikdir. Sizni maqsadingizga yaqinlashtirmaydigan behuda narsalarga vaqt sarflashni to'xtating. Har kuni ustuvorliklaringizni qayta ko'rib chiqing. Katta vazifalarni boshqarish mumkin bo'lgan bosqichlarga ajrating va o'z rivojlanishingizni kuzatib boring. Kichik g'alabalar katta qadamlar uchun kuch beradi. Gap muvozanat haqida emas, e'tibor haqida. Bryus Li aytganidek, men 10 mingta zarbani o'rgangan odamdan qo'rqmayman. Men bitta zarbani 10 ming marta o'rgangan odamdan qo'rqaman. O'sha odamga aylaning. Mustahkamlik bu zaiflik emas, balki orzularingizni haqiqatga aylantiruvchi kuchdir. Har bir kun, har bir soat, har bir daqiqa sizni o'zingizning hatto orzu qilishga ham jur'at etmagan versiyangizga aylanishga yaqinlashtirish kerak. Agar siz kattaroq narsani xohlasangiz, yarim o'lchov uchun joy yo'q. Bu sizning hayotingiz va siz yo banga borasiz yoki chetda qolasiz. Albatta, tanlov sizda. Ongingizni qayta dasturlashtiring. Baxt bu tasodif emas, balki sizning ustanovkalaringiz natijasidir. Soyada gullab yashnash uchun siz o'z ongingizni qayta dasturlashingiz kerak. Bu shunchaki odatlarni o'zgartirish emas, balki o'zingiz va dunyo haqidagi hamma narsani qayta yuklashdir. Avvaliga bu g'alati, hatto og'riqli tuyulishi mumkin. Odatdagi fikrlar qarshilik ko'rsatadi. Eski e'tiqod esa sizni o'z o'rnida ushlab turishga harakat qiladi. Ammo vaqt o'tishi bilan siz bu jarayonga go'zallikni ko'rishni o'rganasiz. Og'riq va ko'rinmaslik sizning hamrohingiz bo'ladi, lekin ular dushman emas, balki hamrohingizdir. Noqulaylikni yo'lning bir qismi sifatida qabul qiling. Nitshe aytganidek, kimda kim yashashga arzuli narsaga ega bo'lsa, har qanday holatda ham chidashi mumkin. Sizning nima uchun bu og'riqning ma'nosini beradi va uni sizning bo'yiningiz uchun yoqilg'i qiladi. Fikrlashni qayta dasturlash barqaror taraqqiyot uchun zarur. Bu sizni cheklaydigan odatlardan xalos bo'lish, ularni uzoq muddatli muvaffaqiyatga olib keladigan yangilari bilan almashtirish demakdir. Og'riqdan qo'rqish o'rniga siz unda transformatsiya vositasini ko'rishni o'rganasiz. Bir lahzalik qoniqish o'rniga siz haqiqatdan ham ahamiyatga ega bo'lgan maqsadlarga e'tibor qaratasiz. Bu oson jarayon emas, lekin u hamma narsani o'zgartiradi. Siz o'z shubhalaringizning asiri bo'lishni to'xtatasiz va ilgari faqat to'siqlar bo'lgan joyda imkoniyatlarni ko'ra boshlaysiz. Sizning aqlingiz dushman emas, balki asosiy hamrohingiz bo'ladi. Qayta dasturlash san'ati eng muhim. O'z tafakkuringizdan boshlab o'zingizni qayta yaratishni o'rganish shundan iborat. Siz yana paydo bo'lganingizda nima sodir bo'ladi? O'zgarishingiz tugagach, siz bir ajoyib narsani tushunasiz. Yo'lning boshida siz orzu qilgan yana bir marta paydo bo'lish keraksiz bo'lib tuyulishi mumkin. Siz shunchalik o'zgardingizki, atrofdagilarning ma'qullashiga yoki e'tiboriga muhtoj emassiz. Siz soya bilan qo'shilib ketdingiz va bu sizning yangi voqeligingizga aylandi. Sizning hayotingiz siz ilgari tasavvur qila olmagan teranlik, kuch va ishonchga ega bo'ldi. Siz izlagan xotirjamlik va osoyishtalik sizning bir qismingizga aylandi. Endi siz ko'pchilik uchun jumboqsiz. Odamlar faqat natijani ko'radi, lekin bunga qanday erishganingizni tushunmaydi. Sizning kuchingiz ham shunda. Sizning transformatsiyangiz shunchaki o'zgarishlar emas, bu tan olinishni emas, balki harakat qilishni tanlaydigan yangi versiyangizdir. Ammo tarix bu bilan tugamaydi.
Soyada qolib, siz uni yakson qilishda davom etasiz. Maqsadlaringiz yanada ulkanlashadi. Natijalar esa yanada ulkanlashadi. Soya bu vaqtinchalik boshpana emas, balki siz o'z mahoratingizni chiniqtiradigan va o'zingiz kutganidan tashqariga chiqadigan cheksiz kuch manbaidir. Siz avvalgi o'zingiz emassiz. Sizni yo'lingiz endigina boshlanmoqda. Oldinda esa siz hatto orzu ham qilmagan yuksakliklar. Soya sizning hamrohingizga, dunyo esa sizning maydoningizga aylandi. Endi esa boring va yakson qiling.